Toshkent tumani Zargarlik mahallasiga kelganmiz. Manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Kelis sanatoriyasini shunda orqa tarafi 1,5 kilometr atrofida kirib kelasizlar. Ko'rasizlar, katta ko'chagacha 50-60 metr. Bu tarafi tupik holatda bo'ladi. Sotuvga qo'yilgan xonadonimiz fasad qismi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi sizlar bilan xonadonimizni ichkarisida ko'rishga davom etamiz. Bismillah, doimgidek bitta mashina qo'yishga joy bor. Bu yoqda tapchallar qo'yib foydalanishayotgan ekan. Chap tarafimizda isitish tizimlari uchun xona ajratilgan ekan, ko'rishingiz mumkin. Yo, to'rimizli xona, oshxona bo'lyapti. O'ng tarafimizda bitta yotoqxona. Navbatdagi xonamizni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda ketma-ket ikkita yotoqxona, undan keyingi xonamiz bitta zal va uning ichida bitta yotoqxona bo'lyapti. Bu yoqda oshxonamiz shunday yonida общий sanuzul joylashgan bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hovli qismini ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli holatda. Yer maydoniga keladigan bo'lsak, 3,5 sotix yer maydoniga ega bo'lyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, $87,000 so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylar bor. Qiziqqanlar uchun doimgidek raqamni yozib qo'yamiz. Bemalol kelib ko'rib savdosi barakasini qilsanglar bo'ladi. Aniq lokatsiya Telegram kanalimizda bo'ladi. Kelis sanatoriya atrofidan xonadon qidirib yurganlarga jo'natib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar.